Salom do'stlar, bugun sizlar bilan biz Transtardan agent ochib ko'ramiz. Bizda bitta imkoniyat bor. Kim shuni bilmaymiz. Undan avval sezon pas ochib berish xizmatlari borligini eslatib o'tmoqchiman yana bir bor. Va mana bu yerdan $5 pashti $5 bo'lgan summaga yana bitta agent olsanglar bo'lar ekan. Shu videomizda ham Batistuta bor edi, shuni bir kuchaytirib ko'ramiz. Birinchi Batistutani kuchaytirishdan boshlaylik. Hozircha yaxshi. Va do'stlar, mana hammasi tepasiga tegadigan bo'ldi. Va 87 ham bo'lib ketsa kerak. O'sha men aytganday 87 bo'lib ketdi. Yana stamina va shot chiqyapti va 280 ta olmosga bossak ekan. Olmosimiz yetarli emas ekan, mayli. Shuni bosamiz, iloji yo'q do'stlar. Staminasi 90 bo'ldi. Ne bitta stamina pas yo'q, bittalik. Pas yo'q, yetaklik pasga beraveramiz. Mana Batistuta kontroldagi stressleri, stamina, pas. Yo'q, yana bittalik beramiz do'stlar. Va ancha kuchayib qoldi. Tezlik, shot, as. Va 5 ta 100 chiqib qoladi menimcha. Batistutani siri kontrol yoki pas yo'q, olmos hechga majbur bo'ldik. Siri pasga beraveramiz hozir. Shot, tezlik, stamina, shot darajasi 100 bo'ldi. O'ta omadli kuchaydi. Do'stlar, endi Batistutani shu to'xtatib, videoni keyingisida davom ettiramiz kuchaytirishni. Bu videoda biz agent ochmoqchi edik va agentni ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Transtar turkiyalik va bu Kenan Yildiz. Bizga do'stlar, biz kutgandek Kenan Yildiz tushyapti bizga. Bayramona chiqishlar. Kontrol 92 va bu Kenan Yildiz 2026-yilning eng zo'r futbolchilaridan. Va biz mana bir nafar futbolchini oldik do'stlar. Olsak mana pistga chiqib qolar ekan. Qolgan videolarda ham barchasini olib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Va mana bu